Murod aka sochni nima qilamiz aka? Dilmurod aka, videolaringizni ko'rib kelganman. Nima qilsangiz ham bitta yengillik qilib berishingizni xohlayotgandim. Yengimiz qilamiz a? Hech kaltaroq qilganmiz sochni oldin? Yo'q aka, hech qachon kalta qilmaganman. Uzun qilib yurasiz. Doim uzun yuradi. Bo'ldi, menimcha unaqa kalta qilib olish niyatim yo'q. Chunki yuzingiz to'lichadan kelgan, ozgina semizroq bo'lganingizga, hozir agar yollaringizni kalta qiladigan bo'lsangiz, mana ko'rib, yuzingiz yana ham ochilib qoladi. Keyin bitta muammo bor ekan, o'rama tomoningiz pachon ko'rinyapti. Sababi yuz qismingiz yon tomondan qaraganda o'sha to'lichadan kelganingizni hisobiga va hamyoqlaringiz pastlari orqa soch o'sib ketgani hisobiga shiroki ko'rinyapti yana ham. Biz shuni orqa sochlaringizni kalta qilamiz, kaltaroq qilamiz va mana shu muammoni bartaraf berishga harakat qilaman. O'zgarishga tayyor bo'lsangiz boshlaymiz aka. Tayyormiz aka. Bo'ldi. Qalay bo'ldi aka? Ajoyib. Katta rahmat. O'zingizga yoqdimi? Juda ham молодёжный прическа qilib qo'ydingiz. Ajoyib. Soqollarni ham ozgina qo'yib yubordik aka. Kalta qilib mana shunaqa qo'yib yursangiz ozgina sizga yarashar ekan mabodo. Chunki yuzingizni to'laligi, ya'ni yuzingiz kattaligini kichraytirib beryapti bu narsa. Cho'lkalarni ham ozgina tushirdim, ko'rgan bo'lsangiz. Mana. Rahmat kattakon aka. Salomat bo'ling. Sog'